Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sadiqil va'dil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahobiy ayollar siratlari. Bugundan boshlab Alloh qodir qilganicha Payg'ambar alayhisolatu vassalamning xonadoni, nubuvat xonadoni ayollari haqida dars qilamiz. Alloh taolodan madad so'ragan holda va mana shu darslar siz bilan bizga va ahllarimizga foydali bo'lishligini Alloh taolodan yordamini so'raymiz. Avvalambor payg'ambarimizning ayollari haqida, so'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlari haqida, so'ngra sahobalarning ayollari haqida qodir qilganicha suhbatlar o'tkazamiz. Ayollar insoniyatni ko'prog'ini tashkil qiladigan insonlar. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni jannatga yaratdi. Bir muddat yolg'iz yashadi va vahshatni his qildi. Ya'ni vahshat qanaqa? Yolg'izlikni his qildi. Shunda Alloh taolo Odam alayhisalomning o'zini qovurg'asidan bittasini oldi va undan Havvo onamizni, juftini yaratdi. Mana shu kundan boshlab insoniyatni mana erkak va ayol ikki qismga bo'ladigan bo'ldik. Hozirgi kunda yashayotgan ayollarimizni, musulmon ayollarni Rasululloh davridagi zamoni saodatda yashagan ummahatul mu'minin va sahobalarning ayollariga o'xshagan ibrat bo'ladigan ayollarni hayotini o'rganish naqadar muhim. Hozirgi kunda ayollarimiz kimlarga taqlid qiladi? Kimlarga o'xshamoqchi bo'ladi? Kimlardan o'zlariga andoza oladi? Qizchalarimiz kichkinaligidan ana shu oyoqdan bu yoqdan kelgan kuklalarni oladida shunga o'xshashga harakat qiladi. Shularga o'xshab kiyinishga harakat qiladi. Shularga o'xshab gapirishlik yoki o'zini tutishlikka harakat qiladi. Lekin to'g'rimi shu musulmon ayollar uchun? Siz bilan bizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam avvalambor ibrat. Qolaversa, u zotning sahoba ikromlari, tobiinlar, salaf solihinlar, ayollarimizgacha. Aytib o'tdik. Ayollar erkaklardan bir necha barobar adabda katta bo'ladi va ayollarning hayotga bo'lgan ta'siri nihoyatda bir ulug' bo'ladi. Alloh taologa tavakkul qilgan holda bugundan boshlab mana Hadicha roziyallohu anha onamiz hayoti haqidagi darsni boshlaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kamula minar rijali kathir va lam yakmul minan nisa'i illa arba'a." Ko'pchilik erkaklar dedi payg'ambarimiz, kamolot darajasiga erishdi. Mukammal inson bo'ldi ular. Payg'ambarlar, anbiyolar, siddiqlar, shahidlar. Va lam yakmul minan nisa'i illa arba'a. Ayollardan faqatgina 4 tasi kamolot martabasiga yetdi. Komila ayol bo'ldi. Ulardan Hadicha binti Huvaylid. Tartib bo'yicha aytadigan bo'lsak, birinchisi Maryam binti Imron, ikkinchisi Fatima binti Muhammad, uchinchisi Hadicha binti Huvaylid, to'rtinchisi Osiyo binti Muzahim. Fir'avnning ayoli Osiyo. Ana shu 4 ta ayoldan boshqa hech qaysi ayol kamolat martabasiga yetishgan emas. Demak, siz bilan biz bugun mana shu kamolat martabasiga yetgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning birinchi va eng suyukli ayoli bo'lgan Hadicha binti Huvaylid roziyallohu anha haqida dars boshlagan bo'lamiz. Hadicha onamiz qiyomatgacha keladigan ayollarga ibrat bo'ladigan hayot kechirgan ayol. Payg'ambarimiz aytganlar Hadicha onamiz haqida muttafaqun alayh bo'lgan hadis Ali roziyallohu anhudan: "Xayrun nisaiha Maryam ibnatu Imron va xayrun nisaiha Hadicha." Ayollarning yaxshilari Imronning qizi Maryam, ayollarning yaxshilari Hadicha binti Huvaylid. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nomlarini aytib, mana shu ayollar eng yaxshi ayollar, kamol topgan ayollar deb Rasululloh nomlarini aytadi va bularning nomlari birodarlar qiyomat kungacha zikr qilinadi. Subhanalloh, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari aytilar ekan, qiyomatgacha ismi aytilganda roziyallohu anha deyiladi. Bu qanday ayollar bo'lgan ekan? Qiyomatgacha ismlarini odamlarning tillarida aytiladigan qilib qo'yib ketishdi.
Ular ham oddiy ayol bo'lganmikin? Nimasi bilan mana shunday bir martabaga yetishdi? Alloh taoloning huzurida ayollarning o'ziga bir xos o'rni bor. Xalaqoz zawjayni zakara val unsa. Alloh taolo erkak, ayol juftlarni yaratgan. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhan nas, inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu." Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan, Odam va Havvodan yaratdik. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'st, birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli-tuman xalqlar, qabilalar qilib qo'ydik. Yer yuzida erkak, ayol turmush quradi. Va mana shu er xotinni bir-biriga vafosi bo'ladi. Yer yuzida ayoliga vafodorlikda tarix Muhammad alayhisalomdek kishini ko'rgan emas. Hech bir erkak ayoliga Muhammad alayhisalomdek vafodor bo'lgan emas. Ayrim erkaklar ayollarni o'zidan past ko'radi. Bu ayni johillik. Ayni johillik. Xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli dedi payg'ambarimiz. Sizlarning ichinglardagi eng yaxshilar ahllariga, ayollariga yaxshi muomalada bo'lganinglar. Va men dedi payg'ambarimiz, ayollariga yaxshi muomala qiladiganlarni eng zo'riman dedi. Mendaqa hech kim ahllariga yaxshi muomala qila olmaydi dedi. Demak, ayollarga lutf bilan muomala qilishlik, birodarlar, zaiflik belgisi emas. Alloh saqlasin. Muhammad alayhisalom bo'lgan eng quvvatli erkak, har tomonlama mana shu zot zaifa bo'lgan ayollarga lutf bilan muomala qilishlikni go'zal axloq deb siz bilan bizga ta'lim beryapti. Oysha roziyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizi. Oysha onamiz aytadi, Rasulullohni deydi, hech qaysi ayoliga rashk qilmas edim. Faqat Hadichaga rashq, o'zim ko'rgan emasman deydi. Bilasizlar, Hadicha onamiz vafot etgandan keyin Rasululloh Madinaga Munavvaraga borganda Oysha onamizga uylangan. Oradan bir necha yillar o'tgan. O'tib ketgan ayoliga rashq qilar edi. Oysha onamiz zo'r gapi bor ekan. Yusufni ko'rib deyshadi alayhissalomni. Misr ayollari qo'llarini kesishdi husnini ko'rib. Agar u ayollar meni Rasulullohimni ko'rganida pichoqlarni yuraklariga urgan bo'lardi degan ekan. Qarang qanaqa yaxshi ko'rgan. Qanaqa yaxshi ko'rgan. Oysha onamiz aytadilar, kunlarning birida rashqim kelib, "Namuncha ko'p eslaysiz?" dedim. Qachon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uydan chiqib ketsa, Hadicha onamizni eslarida maqtab qolar edi. Hadicha undoq edi, Hadicha bundoq edi. Oysha onamiz aytadilar, kunlarning birida rashqim kelib, "Namuncha ko'p eslaysiz uni? Axir Alloh undan yaxshirog'ini berdi-yu", der ekan. Ya'ni bir qari kampir edi-da, juvon edi, o'ziga kinoya qilib, o'ziga ishora qilib, yaxshirog'ini berdi-yu dedi. Shunda payg'ambarimiz, Alloh menga undan yaxshirog'ini bermadi. Odamlar menga kofir bo'lganlarida u iymon keltirdi. Odamlar meni yolg'onchi qilganida u meni tasdiqladi. Odamlar meni mollaridan man qilganida moli dunyosi bilan menga ko'mak berdi. Alloh meni boshqa ayollarning emas, Hadichaning farzandlari bilan meni rizqlantirdi dedi. Faqat Hadicha onamizdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bolalari turgan. Boshqa ayollardan payg'ambarimiz farzand ko'rmagan. Moriya Qibtiyadan o'g'il ko'rgan Ibrohim ismli o'g'lini, u ham yoshligida vafot etib ketgan. Rasululloh Hadicha onamizni shuncha yaxshi ko'rar edi, shunchalik vafodor edi. Hatto Hadicha onamiz vafot etib ketgandan keyin Hadicha onamizni dugonalarini izzat ikrom qilar edi. Biror bir jonliq so'ysa, ana shuni bir qo'linimida, sonimida bir qismini Hadicha onamizni dugonalariga jo'natar edi. Hadicha onamiz roziyallohu anha Allohga va uning rasuliga birinchi bo'lib iymon keltirgan. Nafaqat ayol, birinchi iymon keltirgan inson. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'lganida Hadicha onamizga aytib berdi. Va birinchi bo'lib kim iymon keltirdi? Rasulullohga iymon keltirgan inson birinchisi ayol kishi bo'lyapti.
Birodarlar, payg'ambarimizni Hadicha onamizga bo'lgan vafosidek vafo bo'lgan emas. Payg'ambarimiz mana shunday bir vafodor er bo'lishligini Alloh taoloning o'zi xohladi. Minglagan erkaklar bor. Kambag'al holida qo'lida hech narsa yo'q paytida uylanadi, bori yo'g'i kuniga sabr qilib ayoli bilan yashaydi. Qanaqa yaxshi yomon kun bo'lsa, birinchi ayoli u bilan birga yashaydi. Kuni ulab, uchiga ulab zo'rg'a tirishchilik qiladi-da, bir muddat kelgandan keyin haligi erkak kishi boy badavlat bo'lib ketadi yoki bir narsaga erishib qoladi. Shundan birinchi xotini eskib qolgan bo'ladi. Qarib qolgan bo'ladi, husni ketib qolgan bo'ladi. Endi seni mana shunday bir qiyinchilik kunlaringni, birodar, billa kechirgan, boringga yo'g'irga sabr qilgan, mana shu bir miskina mo'mina ayol yaxshi kunlaringni ko'rishlikka ham haqli. Ta'na qilma, minnat qilma. Chunki yo'q paytida ham seni oldingda kim turgan? Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi. Allohga va uning rasuliga birinchi bo'lib iymon keltirgan Hadicha bint Xuvaylid edi. Birinchi ayol. Yo'q, bu balki mutlaq birinchi inson edi. Hukumalar aytadi, har qanday buyuk insonni ortida bitta ayol turgan bo'ladi. Har qanday inson bo'lsa, buyuk bo'lsa, bir martabaga darajaga yetishgan bo'lsa, orqasida bitta ayol turadi. Yo onasi bo'ladi, yo ayoli bo'ladi. Bir ayol borki, mana shunday bo'lishlikka yo'lagan. Yana qaytarib aytamiz, ayollarga lutf bilan muomala qilishlik Muhammad alayhisolamdan siz bilan bizga sunnat bo'lib qolgan. Mana shunday bir ayol soliha bo'lsa, erkak kishining baxti. Yordam beradi. Qiyinchiliklarni yengishlikda yonida turadi. Shijoatli bo'lishga undaydi. Hayot mushkullarini yechishga yordamchi bo'ladi. Soliha ayolning qadri ulug'. Bu narsa pul bilan topilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Amr ibn al-Osdan rivoyat qilingan hadis: "Inna dunya kulluha mata'un va khayru mata'id dunya al-mar'atu as-soliha." Rasul aytadilar: Dunyoning hammasi o'zi bitta mato. Dunyo o'zi mato. Uning eng yaxshi matohi soliha ayol. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin. Biz ko'p o'qiydigan duo. Tafsir ulamolar aytishadi, dunyo hasanoti deydi. Mana Alloh taolodan dunyoda ham hasanot ber, oxiratda ham hasanot ber deb so'rayapmizmi? Dunyo hasanoti nima deb so'raganlarida tafsir olimlar aytishadi, soliha ayol. Soliha ayol. Qarasang ko'zing quvontiradi, g'oyib bo'lsang molingni, sharafingni himoya qiladi, agar buyursang itoat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mushriklardan qanday ozor, aziyat yetgan bo'lsa, Alloh taolo payg'ambarimizning ko'nglini ko'tardi. Hadicha onamiz sababli. Ya'ni Rasululloh doim bir ko'chadan mahzun holda kirsa, Hadicha onamiz yonida ko'mak bo'lar edi. Yana shunday ayollar ham bor, eriga mashaqqat. Er ko'chada ishlab, qiynalib, mana shu hayot uchun kurashib keladi-da, uyda ham kurashishligi kerak. Ko'chadagisi yetmaganda uyga kelganda ayol yana yuk ustiga qo'yib turadi. Nima deydi? Onana ber, monana ber, onanda mo bor ekan, menda yo'q ekan. Bu endi musibat, birodarlar. Bu musibatki Alloh taolo o'zi xohlagan bandasini bo'yniga ilib qo'yadi bunday ayolni. Ammo ayol agar soliha mo'mina bo'ladigan bo'lsa, eri ko'chadan kelishi bilan uns bo'ladi. Ko'cha mashaqqatlarini yengishlikda yordam beradi. Eriga yuk muammolarni tayyorlab turmaydi. Hadicha onamiz mana shunday ayollardan edi. Payg'ambarimiz aytganlar: "An-nisa'u shaqa'iqur rijal." Ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir. Shuning uchun birodarlar, farzandlarimizga bir umr yo'ldoshi tanlayotganimizda diqqat qilaylik. Kim olib beryapmiz? Qaysi xonadonni olib beryapmiz? Farzandimizga juft bo'lib kelayotgan qiz, kelin shu loyiqmi, munosibmi, xonadoni qanaqa, din, diyonat bormi, yo faqat dunyoga mukkasdan ketgan oilami? Qaraylik, e'tibor beraylik. Imom Zahabiy aytadilar,
Hadicha roziyallohu anha oqila, pokiza, axloqli va saxovatli ayol edi. Ayol kishini aqli rojih bo'lsa, chuqur mulohazali bo'lsa, er uchun katta baxt. Rojih aql egasi, chuqur fikrli bo'lsa ayol kishi, erdi bu baxti. Bu ikkita sifatchi nafaqat ayollarda, balki erkaklarda bo'lsa, erkaklar uchun ham bu narsa fazilat sharaf hisoblanadi. Hadicha roziyallohu anhoning hayotidan ayrim lavhalar. U Hadicha binti Huvaylid ibn Asad, ibn Abdul Uzzo, ibn Qusay. Qurayshning nasl nasabli oilasidan, sharafli, har jihatidan oliy ayollardan edi. Hadicha onamiz bilan payg'ambarimizni nasl nasabi 5-bobosida tutashadi. Qusay ibn Kilabda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu o'zini urug'idan, Qusay ibn Kilab urug'idan faqat Hadicha onamizga uylangan. Boshqacha qilib aytganda, Rasulullohning hamma ayollaridan ko'ra Hadicha onamiz payg'ambarimizga yaqinroq bo'lgan. Yaqinroq bo'lgan. Payg'ambarimiz Hadicha onamizga uylanganda necha yoshda edi? Hadicha onamiz necha yoshda edi? Rasululloh 25 yoshida, Hadicha onamiz 40 yoshida edi. Hadicha onamiz payg'ambarimizga turmushga chiqishlikdan avval 2 marta turmush qilgan edi. Lekin 2 marta taloq qilinmagan edi. Sababi ikkala eri ham vafot etgan edi. Ikkinchi eri ham vafot qilganidan keyin Hadicha onamiz turmush qilishlik haqida o'ylamay qo'ygan edi. Qurayshni nasl nasabli manaman degan sharafli kishilari Hadicha onamizga uylanishlikka harakat qilishgan. Mollarini sarflashgan, ammo Hadicha onamiz bularning barchasiga rad javobini bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e'tibor bering. 25 ga kirganda 40 ga kirgan juvonga uylanyapti. Deyarli onasi bilan teng bo'lgan ayolni yoshi. Salkam onasi bilan teng bo'ladi yoshi. 25 yil turmush qildi. Hadicha onamiz vafot etganida 65 yoshda edi. Payg'ambarimiz 50 yoshda edi. Demak 25 yil turmush qurdi. Chorak asr. Mana shu o'zidan 15 yosh katta ayol bilan yashagan payg'ambarimiz mana shu 25 yil ichida bironta boshqa ayolni Hadicha onamiz ustiga olgani yo'q. Ana vafodorlik. Undan tashqari, u davrda urf-odatga ko'ra bozordan borib cho'ri sotib olib, qul ayolni xotinday bundan bir foydalanishligi mumkin edi. Rasululloh shuni ham qilmaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng sevimli ayoli edi Hadicha onamiz. Demak, payg'ambar alayhisalomni Hadicha onamizga uylanishlikdagi asosiy o'lchovi nima bo'lgan edi? Chiroy emas edi ekan, birodarlar. Nima edi ekan? Xulq, aql, iffat, pokizalik, vafo edi. Go'zallik emas edi. Chunki bundan boshqa o'lchovlarda birodarlar qadri yo'q. Qadri yo'q. Hozirgi uylanayotganlar nimasiga qarab uylanyapsizlar, o'y ukalar? Man tazawwajal mar'ata li jamaliha adallahulloh. Kim bir ayolga uning go'zalligi uchun, faqat go'zalligi uchun uylansa, Alloh bu erkakni xor qiladi. Faqat chiroyini maqsad qilib olgan bo'lsangiz. Allohning huzuridagi martabang ziyoda bo'lgan sari atrofingdagi kishilar salohiyatli insonlar, afzal insonlar bo'ladi. Bir kishining qissasini aytib berishgan edi. Bir ayolga oshiq bo'lib, go'zalligiga, faqat go'zalligiga oshiq bo'lib, orqasidan yugurdi. Ana shu ayolga yetish uchun hech narsaga qaramadi. Nasl nasabini ham surishtirmadi, fe'l-atvorini ham, dinini ham surishtirmadi, yetishdi. Yetishdi katta qarz bo'lish evaziga. Bir. Yetishgan kuni qarasa, qiz emasligini ko'rdi. 2. Bu ham yetmagandek, eriga xiyonat qilib turardi bu chiroyli ayol. 3. Nima uchun bunday bo'ldi? Faqat chiroyga intilgan edi. Ha, bir ayol ham nasl nasabli bo'lsa, ham sharafli bo'lsa, ham boy badavlat bo'lib, dindor bo'lib, go'zal bo'lsa, nur ustiga nur. Ammo iffati, axloqi, dinini birortasiga qaramasdan faqat chiroyiga qarab uylanayotganlar nima bo'ladi? Xor bo'ladi. Alloh taolo bu odamni xor qildi. Bu odam nasl nasab, axloq, iffat, tarbiyaga birortasiga qaramadi. Faqat nimasiga qaradi? Alhamdulillah masjidlarga kelayotgan ukalarimiz,
dinini istayapti. Diniga qarayapti, tarbiyasiga qarayapti, onasiga qarayapti, oilasiga qarayapti, nima pul bilan boqilganiga qarayapti. Alhamdulillah. Inshaalloh bundan keyingi kelayotgan bir avlodlarimiz zo'r bo'ladi. Umid qilamiz shu narsadan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xadicha onamizga uylanganlarida go'zalligini birinchi o'ringa qo'ygani yo'q. Nasl nasabini, iffatini, axloqini, tarbiyasini hisobga oldi. Man tazawwajal mar'ata li jamaliha adallohulloh. Kim bir ayolni faqat chiroyi uchun uylansa, Alloh uni xor qiladi. Bu degani chiroyli ayol uylanib bo'lmaydi degani emas. Tarbiyasi, axloqi, diniga qarang. Go'zal bo'lsa nur ustiga nur, lekin axloqi, tarbiyasi, dini mutlaq yo'q bo'lgan chiroyli ayolga uylanib bo'lmaydi musulmon odam. Bo'laveradi, boshqalarga bo'laveradi, musulmonga bo'lmaydi. Va man tazawwajaha limaliha afqarahulloh. Kim bir ayolni faqat moli uchun, boyligi uchun qiziqib uylangan bo'lsa, Alloh uni faqirligini ziyoda qiladi. Va man tazawwajaha li hasabiha zadahallohu dana'atan. Kim bir ayolni faqat nasl nasabi uchun uylangan bo'lsa, Alloh uni pastligini ziyoda qiladi. Falaka bizati din taribat yadak. Baraka topkur. Din egasini tanlagin. Demak, siz bilan biz bugun Xadicha onamiz roziyallohu anhoning siyratiga taalluqli bo'lgan birinchi darsimizni o'qigan bo'ldik.